20 ming dollar pul ketdi dedim, nimasiga deb so'rashdi. Hozir bitta o'tirib hisoblab chiqdim, 30 ming dollarga. Mashinadan tashqari tuningning o'ziga shuncha pul ketib qoldi. Bitta like bosib tursanglar, xudo xolisa to'liq obzor qilib beraman. Men bekorga KX ga kelmaganman. KX da bilasizlar, Ibrohim akam Motorfest o'tkazayotdilar. 22, 23, 24-oktyabr kunlari sizlarni shu yerda KX ni kutib qolamiz. To'xtab turing shu yerda aka, men ko'rmanamni bermasam bo'lmaydi sizga. Mashina zo'r chiqibdi. Aka, bu menga emas, obunachilarimizga beramiz. Rozi bo'lsangiz, kommentda aktiv bomba qo'ysalar, mana shu 100 dollarni sizlarga olib qo'yaman. Xudo xolisa, o'sha kuni o'ynab olamiz. Aka, kirish 22, 23, 24 avtomexanika Motorfest mutlaq tekin. Sovg'alarimiz bo'ladi, chet eldan mehmonlarimiz bo'ladi, xilma-xil mashinalar bo'ladi va konkurslar bo'ladi aka. Xullas, akalar sizlarni kutib qolamiz. Aka, ruxsat bersangiz, men obzorni boshlayman. Ket. Akalar, bitta narsaga kelishib olaylik. Men aytib ketaman, sizlar hisoblab turasizlar narxini. Mashinaning eng ochayotgan narsasi bu rangi bo'ladi. Qizil candy rangda sepilgan. Kraskasiga 2000 dollar pul ketdi. Oldi orqa bamperlari 2000 dollar, tegidagi spoilerlari bilan. Orqasidagi glushitillari original Brabusga qo'yilgan. 20 razmerli diska taqilgan, 1400 dollarga tushgan. Oldi fari va orqa fari 500 dollar. Ikkita bokovoy Mercedes 205 ga 500 dollar. Panoramli tom Malibu 2 qo'yilgan 1800 dollar. Oldiga lidar, buni ichida Neoline eng oxirgi bilasizlar modeli turibdi, 600 dollarga uстановkalar bilan tushgan. Bu Gentra'ning ichiga o'tirgan odam Mercedes ichida o'tirib deb o'ylaydi. Uchrashinglar bilan birinchi bo'lib torpedka, tablo, konsollar ko'zinglarga tushadi. Общий mana shu torpedka, konsol, deflektor, yasash, perdelka, koja tikishlari bilan 3,5 ming dollar ketgan. Monitori 500 dollar, limit kontrol qo'yilgan 300 dollar. Rul 300 dollar, rulovoy, ya'ni Mercedesga polni kuch chiqadigan qilingan 1200 dollar. Skorsi rulga o'tkazganmiz 1200 dollar. Malibu tablo, podsvetkalari, e-start stop knopkalarini hisoblamayapman. Patolog Alicantara, Malibu plafon, stoykalari, remeni, общий покраskalarni salonlari bilan yana 1000 dollar qo'shib qo'yasiz. Sidena 206 eng oxirgi modelniki 1800 dollar qo'shib qo'yasiz. Bu mashinada ishlamaydigan knopkani o'zi yo'q. Включательlarni hammasini, soatlari, avarinkalari, klimat kontrollari, multimedia sistemasi, hamma knopkalarni, ruldagi multimediasini ham ishlatib qo'yganmiz. Izolyatsiya 600 dollar, apparatura usilitillari bilan qo'yilgan 600 dollar, karbon eng qimmat narsalardan bittasi. Bu original kovanli karbon hisoblanadi, 1200 dollar va 4 ta обшивка, установка, включательlar bilan yana 1500 dollar qo'shib qo'yasiz. Eshak motorni olib tashlab, biz Malibu 1.5 turbinali 200 ot kuchli stok holatli motorni qo'yib berganmiz. Tormozning sistemi, ABS, rulovoy, korobka, hammasi Malibu 2niki qo'yilgan. Общий 5500 dollarga uстановkalari bilan Namanganning Ulug'bek ham Avtoclean servisda qilib berganlar. Valvoline moylarini quyganmiz. Bilasizlar, Valvoline quygan odamga bu mashinani padarka qo'yamiz. Xullas, shu yerda tugaydi. Xudo xolisa 22-da sizlarni shu yerda kutib qolamiz. Shu mashina ham shu yerda bo'ladi.